Oyli ichishdi, endi mashinaga pul yig'sam bo'ladi. Menga qatnay kiyini bor ekanmi? Mashinaga pulni keyingi oydan yig'a qolaman. Gap pulini yig'amiz ber. Bu galgi oyligim ketdi. Yo, maqsad mashina olish. Ol o'rtoq, bir xil bo'lib yuramiz. Ol o'rtoq. Bering. Bekor pul qistiribman-da. To'yanaga ham pul ber, to'yanaga ham. Yo, meni oyligim o'zimga qoladimi, o'zimga? 3 oyda aniq qaytarib beraman, berib tur. Men kakrasanga beraversam, o'zim ishlatib qo'ymayman. Iloyim, hammaga shunaqa lo'q dugonalar nasib qilsin. Oyi, meni yiqqan pullarim qani? Sarpenga narsalar olib bordim. Men pulga mashina olmoqchi edim. Yo, bu yerda pul yig'ib olmaydi. Chetga ketaman. Endi men Rossiyadaman. Start program orqali. Bu xalqaro loyiha aynan biz 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan qizlarga mo'ljallangan. Birinchi kunyo HR mutaxassislar bizani kutib olib, hujjatlar bilan yordam berib, hamma savollarimizga javob berishdi. Bu programma bo'yicha 6 xil yo'nalishda ishlash mumkin ekan. Catering, servis va mehmondo'stlik, ishlab chiqarish operatori, avtotransport haydovchi, montaj ishlari, ta'mirlash va pardozlash ishlari. Men catering yo'nalishini tanladim. Endi men professional oshxona jamoasida ishlayman. Xizmat ko'rsatish, taom tayyorlash, eventlarda qatnashish. Eng yoqqan joyi yashash joyi bo'ldi. Yangi, zamonaviy, yotoqxona toza, oshxonasi jihozlangan, hatto dam olish xonalari bor. Menimcha bu yerda juda ham ko'p do'st orttiraman, chunki start program bo'yicha 40 ta davlatdan kelgan ishtirokchi qizlar bor. Yashash joyi ish joyiga yaqin, transfer bor, xavfsizlik yuqori darajada. Uchib kelish biletingiz va sug'urtangizni ham kompaniya o'zi to'lab beradi, so'rab. Oy, men keldim. Oy, kakras, seni pulinggachi seningdan to'yini qilamiz deb plan qilganmiz. Chiqar pulni. Men ketdim unda. O, qayerqa ber pul? Yo. Bu yoqqa ket. Yo. To'xta dedim. Ket to'xta. Ciao bella ciao, 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 una mattina mi sono alzato